2022 yılı Naruto karton filmining haqiqiy odam nusxasini ko'ra olishimizda umid bor. Naruto karton filmi do'mman havaskorlarning nihoyat yoqtirishiga erishgan karton film bo'lib, butun dunyo miqyosida intayin yuqori nomga erishgan bo'lib qolmay, nihoyat zo'r bo'lgan mastonlar to'piga ega. U nurg'un oliy maktab va o'rta maktab o'quvchilarini jalb qiladigan karton film bo'lib qolmay, shuning bilan bir vaqtda real dunyoga bo'lgan tahlil ilib boradigan urush va tinchlikning mohiyati ustida kishini chunqur o'yga soladigan karton film. Agar sizmi Naruto havaskori bo'lsangiz, mushu mazmunga bir tal yurak berib etib, inkas rayoniga 666 raqamini yo'llab etib, davomli ko'ring. Naruto karton filmida siz faqat esil, ta'sirli janglarni ko'rib qolmay, kishini ixtiyorsiz chunqur o'yga soladigan hayot hikmatlarini his qila olasiz. Yana har xil obrazlar bor. Masalan, aql idrokda tandishi yo'q Shikamaru, noqul ninja mahoratiga intiladigan razil ninja Orochimaru, san'atni qo'llashadigan Didara, muhabbat uchun dunyoni vayron qilib tasliq qilgan Uchiha Obito, davlat va o'z inisi uchun butun qalbini qirg'in qilgan o't irodasining tipik vakili talantli ninja Uchiha Itachi, qisos ilishni kurash nishoni qilgan Sasuke, kichkinalar o't atamani bo'lishni nishon qilgan yetimlik dardini yetkich tortgan tasbihmas irodaning namoyandasi Naruto. Butun dunyoga haqiqiy tinchlikni elib kelmoqchi bo'lgan Akatsukining atamani Pin qatorliq ninjalar o'xshamagan vosita va usullar orqali o'zining nishonini amalga oshiradi. Bu karton filmdagi eng qaltis joy nodir voqelikdan boshqa kishini eng jalb qiladigani yanada u yaratgan nurg'un xarakter va mo'l obrazlar bilan ajoyib g'aroyib ninja mahoratlardir. Hozir Naruto karton filmi oxirlashgan bo'lsa-mu, ammo mastonlarning qalbida yanada muhim o'rinda turadi. Naruto karton filmining yuqori qizg'inligi Hollywoodning diqqat e'tiborini xili bo'liq qo'zg'agan. Shunga Hollywood 2016 yildan boshlab Naruto karton filmining haqiqiy odam nusxasini ishlashga tayyorlik qilib, suratga olishni boshlagan. Bu film navbatda 2022 yili butun yer sharida qo'yiladigan. Gerçi nurg'un karton filmlarining haqiqiy nusxasi ancha yaxshi chiqmagan bo'lsa-mu, ammo Naruto kartonining odamlik nusxasi yanada ko'pchilikning taqozolik bilan kutishini qo'zg'agan. Undaqda siz Narutodagi qaysi obrazni eng yaxshi ko'rasiz?